Uka, to'g'ri aytasan sen. Aya, ajoyibsiz. Sizni boshqa bolalaringiz ham bor. Bu uyda bitta o'zingiz qilmagansiz. Dadamdan qolgan bizni ham haqqimiz bor, to'g'rimi? Gapir sen ham. Ona, opam ham to'g'ri aytyapti, ukam ham to'g'ri aytyapti. Bu uyda hammamiz haqqimiz bor. Bitta tilloni o'ziga qolmaydi. Bersiz, hammaga teng bering. Hozirda uy joy talashyapsanlarmi? Senlarda hamma yo'g'ing yuzlaringga yetarli. 4 ta non ko'tarib mendan xabar olishib qo'ydingmi senlar? Shu ukang tillo meni boqyapti. Hamma yo'g'imdan bu xabar olyapti. Senlar nima qilishib qo'yding? Onam to'g'ri gapiryapti. Onani 1 oy doktordan olib yotdim. Qaysi biringlar kelib hol-ahvol so'rab qo'ydinglar? Sizlarda vijdon bormi? Yana kelib uy talashasizlar? Ha, oning bo'lgandan keyin qaraysan-da, buncha og'zingni to'ldirib qaradim deysan. Ha, biz ham qaraganmiz. Kelib ketib turibmiz, to'g'rimi? Uyda qolganingdan keyin qaraysan-da. Opa, yoshingiz katta bo'lib, gapirayotgan gapingizni qarang. Qo'ying-ey opa, tan bermadim. Opamga qilayotgan muomalangni qara. Onamni 1 oy sanatoriyada yotqizib garillayapsanmi? Dadamni yotqizgan mahallada sen kichkina bola eding. Sen vobshim gapirma. Ona, uyda hammaga teng bo'lib berasiz. Voy, bo'ldi. Gapirishma. Men senlarni bu darajada deb o'ylamabman. Senlarga qanaqa tarbiya berganman-mi axir? Men senlarni bitta uyga joyda deb bu darajaga kelishasan deb o'ylamagan edim. Bo'ldi onaginam, yig'lamang. Bu ko'z yoshlaringizga bu farzandlaringiz arzimaydi. Men akalaringni bu niyatda boqmagan edim o'g'lim. Men bularga qanday tarbiya beribman? Men bu akalaringni bu uyga talashadimi deb o'ylamagan edim bunchalik. Bo'ldi ona, hali menga keraksiz, yig'lamang. Aka, mana mashinani kaliti. Sotib pulini bo'lishib olinglar. Onamga o'zim qarab olaman. Mashinani sotib pulini bo'lishib olinglar. Qaytib bu xonadonga qadamizni qilmanglar. Ona, baxtimga sog' bo'ling. Hali bular pushaymon bo'ladi jonim onam.